jannatim bo'lsin. Sizni soniyman dedi. Otangiz bor bo'lsa ko'taring boshga. Onangiz bor bo'lsa ko'taring boshga. Qarigan chog'ida kim madad bo'lar? Kuniga yaraydi kim sizdan boshqa? Onangiz bor bo'lsa gullarga o'rang. Otangiz bor bo'lsa ko'ngliga qarang. Hatto bera ko'rmang bilmay ozor ham. Har kuni ming yo'qlang, holini so'rang. Otani qadrini, onani qadrini ota-onasi yo'qlardan so'rang. Onaxonimizni yo'qlab keldik, juda ham bir samimiy, yaxshi inson ekanlar. Endi yolg'iz o'zlari 3 nafar farzandni voyaga yetkazib, farzandlarga ham ota ham ona bo'lib, juda ham qiyinchilik kunlarini boshidan o'tkazib, sabrli bo'lib shu kunlarga kelibdilar. Ko'rib turibsizlar, mana shu uy ham ijarada. Onamizlar bu ijaraga qadar chaylada, dalada yashaganlar. Uylari bo'lmagan, ijara haqqini berishga pullari bo'lmagan. Xudo xolasa onamizga birgalikda hammamiz yordam qilamiz. Inshaalloh mana shu miskinlarni, haqdorlarni boshini silash imkoniyati sizda ham bor. Biz ishni boshladik. Albatta o'z hissangizni qo'shishingiz mumkin. Kuzatishda davom etinglar. Hammaga rahmat.